Bolalikdan texnikalar, keyin dasturlash sohalarga juda ham qiziqqanman va shu yo'nalishda ozgina bilim olganman. Bilim olgan joylarim Termiz shahrida kurslarga qatnashganman dasturlash bo'yicha. Asosiy maqsadim o'sha IT ni o'rganish, shu soha bo'yicha kelajagimni qurish bo'lgan. Bizda hozir asosiy daromad tibbiyot muassasalaridan keladi, o'rnatish orqali. Bizning jamoamizda hozir 6 tadan ziyod ishchilar ishlaydi. Alohida tanlovlar o'tkazib, tanlab olingan ishchilar, eng yaxshilari, eng saralari tanlab olingan. Endi 5 yil ichida men loyiham unicorn loyihaga aylanishiga ishonchim komil. Endi daromadga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda tibbiyot muassasalari juda ham ko'p. Iloji boricha investitsiya jalb qilishimiz kerak. O'zbekiston bozorini egallash maqsadim. Qiyinchilik bo'lganda yoki qandaydir salbiy fikrlar ko'payganda orqaga qaytishni o'ylamaslik kerak. Faqat oldinga. Xalqimizga eng kerakli bo'lgan, eng katta yordam bera oladigan startapga qo'l urishga harakat qilganmiz. Ko'zimizga eng yaxshi ko'ringani mana shu loyiha bo'lgan. Shu loyihani davom ettiryapmiz. Assalomu alaykum. Men ismim Jamshid Qodirov, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida tug'ilganman. OneClinic.uz loyihasi asoschisiman. Bolalikdan texnikalar, keyin dasturlash sohalarga juda ham qiziqqanman va shu yo'nalishda ozgina bilim olganman. Bilim olgan joylarim Termiz shahrida kurslarga qatnashganman dasturlash bo'yicha, front-end, back-end shu yo'nalishlarda ta'lim olganman. Bu startapni boshlashdan oldin hech qanday biznesim bo'lmagan, tadbirkorlik bilan shug'ullanmaganman. Asosiy maqsadim o'sha IT ni o'rganish, shu soha bo'yicha kelajagimni qurish bo'lgan. Bu loyihamning asosiy maqsadi tibbiyot muassasalarini to'liq avtomatlashtirish, ya'ni raqamlashtirish hisoblanadi. Bu hozir O'zbekistondagi tibbiyot muassasalarida eng og'riqli narsa hisoblanadi, chunki hozirdagi tibbiyot muassasalarida tizim juda ham eski, yangi tizim bo'lsa ham tushunarsiz yoki qiyin darajada ishlaydigan bo'ladi. Meni loyiham shunga iloji boricha to'liq yechim berishga ixtisoslashtirilgan. Endi bu soha to'satdan paydo bo'lmagan, chunki tibbiyot sohasi masalan o'zimda oladigan bo'lsak ham yoshlikdan kerakli bo'ladigan sohalardan biri. Borganmiz, o'sha tibbiyot muassasalariga davolanganmiz. Joyi keladigan bo'lsa, o'sha tizimni ichida ko'rganingizdan keyin kamchiliklari ko'rinadi ko'zingizga. Men o'sha soha bo'yicha o'qiganimdan keyin, ya'ni dasturlash bo'yicha o'qiganimdan keyin o'sha sohaga qandaydir yengillik berish maqsadida bu loyihani o'ylab chiqib, amalga oshirish g'oyasi kelgan. Bizda hozir asosiy daromad tibbiyot muassasalaridan keladi, o'rnatish orqali. Bizning jamoamizda hozir 6 tadan ziyod ishchilar ishlaydi. Alohida tanlovlar o'tkazib, tanlab olingan ishchilar, eng yaxshilari, eng saralari tanlab olingan. Bilim kerak, lekin asosiy tanlanadigan narsa ishga intizom, o'suvchanlik va kreativ fikrlash. O'sha loyihani boshida ishga tushirayotgan paytimiz endi bu loyiha o'xshaydimi yoki yo'qmi, kelajagi qanday bo'ladi, o'sha narsani endi to'liq ko'ra olmagandan keyin ozgina shubha bo'ladi. O'sha paytda shunday fikr bo'lgan. Bu fikrni yengish uchun menga o'rtoqlarim, do'stlarim yoki yaqinlarim juda katta yordam bergan, motivatsiya berishgan. Bu loyihada endi hamma startap yoki hamma biznesda bo'ladi, salbiy ham, ijobiy ham munosabatlar bo'ladi, fikrlar bo'ladi. Men iloji boricha salbiy fikrlarga e'tibor bermaslikka harakat qilaman. Agar bo'ladigan bo'lsa, agar menda o'sha salbiy fikr bo'ladigan bo'lsa yoki orqaga qaytish fikri bo'ladigan bo'lsa, men orqaga qarayman. Qancha yo'lga keldim, nimalarni bosib o'tdim yoki qanday qiyinchiliklarni yengdim. O'sha narsa ko'z oldimga ko'rinadi, oldinga harakat qilishga yanada motivatsiya olaman. Kundalik hayotimga ko'p ta'sir o'tkazgani yo'q. Boshida to'g'ri buni ishga tushirib olguncha ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. 24 soatlik rejimga o'tgan paytimiz ham bo'ldi, chunki qancha tezroq tatbiq qiladigan bo'lsak, shuncha tezroq ishga tushiramiz, shuncha tezroq daromad olamiz. Lekin hozirda hammasi joyida, oilaviy turmush tarzi ham, ish faoliyati ham hammasi o'z joyida ketyapti. Endi men oldin biznes yo'lida bo'lmaganim uchun asosiy muammo
mijozlar bilan ishlash bo'lgan. O'sha men aytgan 4 oylik muddat menga ancha saboq berdi, chunki o'zim loyiha asoschisi bo'lsam ham ishchilarga qo'shilib o'sha mijozlar bilan ishlash, sotuv qanday bo'lyapti, nima qilsak yaxshiroq bo'ladi yoki nimalar qo'shishimiz kerak, qanday yangiliklar qilishimiz kerak, o'sha narsalarni men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. O'sha narsa menga katta yordam bo'lgan. Endi 5 yil ichida men loyiham unicorn loyihaga aylanishiga ishonchim komil. Endi daromadga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda tibbiyot muassasalari juda ham ko'p. Iloji boricha investitsiya jalb qilishimiz kerak, sheriklarni ko'paytirishimiz kerak. O'zbekiston bozorini egallash maqsadim. 5 yil oldinga qaytadigan bo'lsam, iloji boricha hozir hech narsani o'zgartirishga harakat qilma derdim. O'sha o'zingni intilishlaring, o'zingni qiziqishlaringda davom et, orqaga qaytma, faqat oldinga degan bo'lardi. Endi boshlayotgan startaplar yoki o'sha startap loyihalarga beradigan maslahatim, salbiy fikrlarga iloji boricha e'tibor bermaslik kerak. Ish deb oilani unutmaslik kerak. Bu eng asosiylardan biri. Qiyinchilik bo'lganda yoki qandaydir salbiy fikrlar ko'payganda orqaga qaytishni o'ylamaslik kerak. Faqat oldinga. Bunda hozir O'zbekistonda aynan sharoitlar ko'p, ya'ni biznes treninglar bor. Shunga o'xshagan narsalarga juda qiziqaman. Ayniqsa bilim olishga, o'z ustimda ishlashga iloji boricha harakat qilaman. O'z qo'l ostimda ishlaydigan ishchilarga ham o'rgatishga yoki maslahat berishga harakat qilaman. Steve Jobs kitobini o'qiganman. Keyin menga eng yoqadigani badiiy kitoblar oz o'qib turaman. Menga eng yoqadigan kitob Qutlug'xon asari bo'lgan. 2-3 marta o'qiganman o'sha 5 yil davomida. Bizda endi o'sha startaplar o'ylab chiqish jarayonida juda ko'p g'oyalar kelgan, servis xizmatlar yoki ishlab chiqarish, o'sha loyihalarga kirish rejalari bo'lgan, lekin asosiy maqsad endi yillar davomida filtrlanib borar ekanda. Masalan, o'sha o'smir paytimizda juda ham ko'p loyihalarda o'zimiz sinab ko'rish ishtiyoqi bo'lgan. Endi hozirda xalqimizga eng kerakli bo'lgan, eng katta yordam bera oladigan startapga qo'l urishga harakat qilganmiz. Ko'zimizga eng yaxshi ko'ringani mana shu loyiha bo'lgan. Shu loyihani davom ettiryapmiz.